Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ahli YouTube. Navbatdagi zavodskoy pechkamizni o'rnatib yoqib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Salohiddin nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1.5lik kraskalangan zavodskoy. Qanoti bor, orqada duxovkasini eshiklari bor, full varianti. Uch yarimga 5 xonani ikkitasini bemalol isitib beraveradi. Bu orqa tarafi vodiy bo'ylab hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lasizlar. Orqa tarafi qanoti bor pechkani. Mana pechkani yoqib, sinadik. Old tarafi xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Uydaga sement qum, shepardan chiqadigan bo'lsa, bitta azbestos bor qoladi. Qolganini olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Bu yangi uy solayotganlar bo'lsa, joyi 90 ga 240 joy tashab ketadi. 90 sentrdan 150 lik azbestosga teshik tashab ketishadi. Bo'lmasa o'sha 1 metr tomgacha necha metr chiqadigan bo'lsa, 240 dan 150 lik azbestos olib kelib bersa, ustalar qo'yib ketadi. Sentrdan mo'ri zigzag uchib ketgan, tozalaydigan joy qo'yib qo'yganmiz. Juda oddiy tozalashlar ham. Pechka chok bo'lmaydi. Zavodskoyda chok bo'lmaydi. Olifta pechka kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.